Hop, mavzumuz elektrostat bilan va insuflash qilamiz. Birinchi elektrik o'zaro ta'sirlar, elektr zaryadi, uning diskretligi. Uchinchi elektr zaryadining saqlanish qonuni, to'rtinchi Kulon qonuni, beshinchi elektr maydon, oltinchi elektr maydonning kuchlanganligi, yettinchi superpozitsiya prinsipi, sakkizinchi kuchlanganlik vektorining oqimi, Gauss teoremasi, to'qqizinchi Gauss teoremasini elektr maydonlarini hisoblashda qo'llash, shar tekislik dipol. Elektr zaryadi nima u? Hop. Elektr zaryadi musbat va manfiy deb shaxsga atalgan ikki turdagi elektr zaryadlar mavjuddir. Zaryadlar bir jismdan ikkinchi jismga uzatilishi mumkin. Elektr zaryadi berilgan jismning daxlsiz xususiyati emas. Ya'ni bir jism elektr zaryadini olsa, u zaryadni yo'qotishi ham mumkin. Hop, bir ishora bir ishorali zaryadlar itarishadi, turli ishorali zaryadlar tortishadi. Uning sababi elektronlardan ko'p chiziqlarining mos kelishi yoki parametrsiz kelishidan deb deb o'rganamiz. Zaryad maydon hosil qilishi va u orqali ta'sirlashishi bilan o'zini namoyon qiladi. Ya'ni elektr zaryadini ko'z bilan ko'rishga imkoniyati yo'q. Faqatgina uni ikkita zaryadlangan jismni o'zaro ta'siri yoki bitta zaryadlangan jismni boshqa jismga ta'siri bilan bu jism zaryadlangan yoki zaryadlanmagan deb atash mumkin. Hop, elementar zaryad elektron hisoblanadi. Uni zaryadi 1,6 kulon va massasi 9,1 teng. Zaryadning diskretligi. Hop. Aytaylik, bitta elektron olsa, zaryadi -1,6 ko'paytirilgan darajasi -9 kulon bo'ladi. Ikkita zaryad olsa, 2,2 -9 kulon manfiy bo'ladi. Lekin 1,5 zaryad, ya'ni 2,4 -9 kulon degan zaryad bo'lgan. Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Elektrdan ajratilgan qismlarda zaryadlar yig'indisi o'zgarmas bo'ladi va bu zaryadlarning saqlanish qonuni deb ataladi. Ya'ni bitta jism zaryadlangan bo'lsa va u berk sistemada qurilgan bo'lsa, unga zaryadning umumiy yig'indisi o'zgarmas bo'ladi. Hop, elektr zaryadi sanoq tizimiga nisbatan invariantdir, ya'ni tinch holatda yoki harakatda bo'lishiga bog'liq emas. Bittaviy zaryad deb shunday zaryadlangan jismga aytiladiki, uning o'lchamlari boshqa zaryadlangan jismlargacha bo'lgan masofaga nisbatan sezilarli darajada kichik bo'lishi kerak. Ya'ni hisobga olinmaslik darajada kichik bo'lishi kerak. Hop. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Shisha tayoqchani so'k materialga soladigan bo'lsak, musbat zaryadlanyapti. Shishamiz agar yungga qahramonlik tayoqchasini chiqaradigan bo'lsak, unda tayoqchamiz bilan zaryadlanyapti. Musbat zaryadni elektronlardan ko'p chiziqlari o'zidan chiquvchi va manfiy zaryadni elektronlardan ko'p chiziqlari o'ziga kiruvchi. Hop. Zaryadlarning chiziqliligi, sirtliligi va hajmliligi mavjud bo'lishi mumkin. Agar zaryad cheksiz uzun o'tkazuvchi bo'lsa, ya'ni cheksiz uzun o'tkazuvchi zaryadlangan bo'lsa, unda chiziqlilik, ya'ni 1 metr uzunlikda qancha zaryad mavjudligini o'rganamiz. Agar plastinka, yassi plastinka zaryadlangan bo'lsa, uni plastinka zaryadni sirtliligi mavjud bo'ladi va
birlik yuzaga to'g'ri kelgan zaryad miqdori bilan aniqlanadi. Agar simni ichi hajmi to'la zaryadlanadigan bo'lsa, unda hajm idishlikni olamiz. Hop, unda hajm idishlik hajm birligiga to'g'ri kelgan zaryad miqdori bilan aniqlanadi. Hop, ikkita qo'zg'almas miqdori zaryadlar orasida o'zaro ta'sir kuchi zaryadlarning har birining miqdorlari zaryad miqdorlari modullar ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va ular orasida masofaning kvadratiga teskari proporsional bo'ladi. Yo'nalishi zaryadlarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalgandir. Ya'ni shu to'g'ri chiziq bo'ylab bir-biriga tomon yo'nalgan bo'lishi mumkin yoki bir-biriga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lishi mumkin. Bu Kulon qonuni. Hop, falonchining qonuni bo'lsa o'rganganimiz oldin suratdagi kattalikka to'g'ri proporsional va mahalladagi kattalikka teskari proporsional deb ataladi. Bu yerda hop, epsilon 0 elektr balansi qiymati 8,85 8,85 o'nda minus 12 kulon kvadrat taqsim etilgan metr kvadrat. Reglamentga manqus chiqarib hop, izotrop muhitda kulon qonuni. Izotrop muhit degani fizik hodisa jarayonlar barcha yo'nalishlarda bir xil kechadi degan muhit bo'ladi. Ya'ni izotrop muhit fizik hodisa jarayonlar barcha yo'nalishlarda bir xil ketadigan muhitdir. Nuqta bo'lmagan zaryadlangan simlar DQ1 va DQ2 elementar zaryadlarga ajratiladi va ular uchun Kulon qonuni differensial ko'rinishda yoziladi. Ya'ni DFdan DQ1 ko'paygan DQ2 4pi epsilon 0 r kub ko'paygan r ko'rinishda. Ikkita zaryadlangan makroskopik jismlarning to'la o'zaro ta'sir kuchi shu ko'rinishda hisoblanadi. Muhitning elektrik sindiruvchanligi muhitning vaznga nisbatan ta'sir kuchi qanday o'zgarayotganini bildiradi. Ya'ni maydonning xususiyati qanday o'zgarayotganini bildiradi. Hop, bitta musbat va bitta manfiy zaryadni olamiz. Bu yerda biz kuchlar ta'sirining superpozitsiya prinsipi haqida gaplashmoqchimiz. Hop, bu bir musbat zaryad, bu bir manfiy zaryad, bu ikki musbat zaryad va bu uch manfiy zaryad. Har bir zaryadni o'zini alohida kuchi bor. Bu mustaqillik prinsipi deyiladi. Masalan, bu bir zaryadni sinovchi teleskop zaryadga ta'sir kuchi o'ziga qarab yo'nalgan, chunki bu manfiy. Bu ikki zaryadni musbat, unda maydon kuchlar o'zidan chiquvchi va musbat bu ikki zaryadni o'zidan itaradi. Ya'ni F2 bu ikki ta'sir kuchi. F3 uchinchi zaryadning ta'sir kuchi, uchinchi zaryad manfiy zaryadlangan uchun, manfiy bo'lgani uchun ta'sir kuchi o'ziga qarab yo'nalgan. Maydon kuchlar o'ziga tomon yo'nalgan, demak zaryadni o'ziga tortadi. Biz shu uchala kuchni birlikda oladigan bo'lsak, bu jismga ta'sir qiladigan natijaviy kuchni topishimiz mumkin bo'ladi. Hop, elektr maydon kuchlanganligi maydonni kuchi harakatlanuvchi kattalik bo'lib, birlik nisbat zaryadga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuchga nisbatan teng bo'lgan elektr kattalik. Nuqtai zaryad uchun, ya'ni nuqtai zaryaddan r masofaga maydon kuchlanganligi K taqsim r kvadrat elektr ko'rinishida yozishimiz mumkin. K taqsim r kub. Agar bittadan yana qisqartiradigan bo'lsak, yana dastlabki holatga keladi. Lekin elektr ko'rinishida shunday yoziladi. Hop, kuchlanganlik chiziqlari. Agar kuchlanganlik chiziqlari mos kelsa, zaryadlar topishadi. Agar qarama-qarshi bo'lsa, zaryadlar tarishadi. Masalan, bu yerda biz ko'raylik bitta nisbat zaryadni va bitta manfiy zaryad. Nisbat zaryadni maydon chiziqlari o'zidan chiquvchi, manfiy zaryadni o'ziga kiruvchi. Chiziqlari mos kelib, ular o'zlari topishadi. Agar ikkita nisbat zaryadni oladigan bo'lsak, birinchi nisbat zaryadning chiziqlari o'zidan chiquvchi, ikkinchi nisbat zaryadning ham chiziqlari o'zidan chiquvchi. Ikkovining chiziqlari qarama-qarshi kelganligi uchun ular o'zaro tarishadi. Hop, zaryadlangan yassi plastinka orasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir orasida zaryadlangan yassi parallel plastinkalar orasida bir jinsli maydon hosil bo'ladi. Bir jinsli maydon degani maydonning hamma nuqtalarida elektr maydon chiziqlarining modul va yo'nalishi o'zgarmaydigan maydon degani. Hop, tepadagi plastinka biz ko'rib turgan holatda tepadagi plastinka nisbat zaryadlangan, pastdagi plastinka manfiy zaryadlangan, orasidagi chiziqlar birdan pastga
Agar buni joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, hisoblar yana ham o'zgaradi. Hop, elektr maydonining superpozitsiya prinsipi. Umuman olganda istalgan vektor kattaliklarda mustaqillik prinsipi va superpozitsiya prinsiplari bo'ladi. Mustaqillik prinsipi bir zaryadni umuman bitta vektor kattalikni bitta jismli vektor kattaligini boshqa jismlarga bog'liq emasligi mustaqillik prinsipi bo'ladi. Superpozitsiya prinsipi natijaviy vektor xususiy vektorlarning geometrik yondisi teng. Xususiy vektor kattaliklarning geometrik yondisi teng. Bu yerda birinchi zaryad bu plyus qo'lyapmiz. Undan kuchlar o'z bilan chiquvchi yo'nalgan. Mana kuchlanganligi E1 ga teng, ikkinchi zaryadniki E ga teng. Natijaviy kuchimiz, natijaviy kuchlanganligimiz tomonlardan chiqqan xuddi diagonaliga o'xshab topiladi. Va bu yerda ishoramiz musbat bo'ladi. Dedi manfiy bo'lgan, lekin musbat bo'ladi. Manfiy bo'lish uchun bu chekni joyini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga olishimiz kerak bo'ladi. Agar manfiy yaratadigan bo'lsak, ikkinchi zaryad manfiy qiladigan bo'lsak, unda nima bo'ladi? Bu kuch hisoblanasi o'zgaradi. Ya'ni mana bu o'ziga tortuvchi E2 pastga qarab yo'nalgan bo'lib qoladi. Bu narsani o'zgartirdi. Va natija kuchimiz oldin yuqoriga qarab yo'nalgan bo'lsa, endi gorizontal tomonga qarab yo'nalgan bo'lib qolgan. Elektromagnit kuchlanganlik vektorining oqimi delta suvi orqali oqimni topish uchun elektromagnit kuchlanganlik vektorini delta suviga ko'paytirmasdan olamiz va bu elektromagnit kuchlanganlik oqimiga teng bo'ladi. Faqatgina biz e'ni, ya'ni kuchlanganlikni normal perspektivasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda E normalda E kosinus yozilgan. Mana bu yuzdan kesilib o'tish hisobidan belgilangan. Bu normal bilan hisoblayapti. Buni gorizontal perspektivasini topish uchun burchak kapsanka eni hipotenuza nisbatan olamiz. Bu shu burchak kosinusini beradi. En normal. En normal ten E kosinusga teng bo'ladi. Hop. Agar sirtning har xil qismlarida oqimning ishorasi va kattaligi o'zgaradi. Agar burchak bitasinikidan kichkina bo'lsa, elektromagnit oqimi musbat, burchak bitasinikidan katta bo'lsa, elektromagnit oqimi manfiy. Agar burchak 90 ga bo'lsa, elektromagnit oqimi nolga bo'ladi. Elektrostatik maydon kuchlanganlik vektori Gauss teoremi esa markazda Q nuqtaviy zaryad joylashgan sferik sirt hujjasidan o'tayotgan E vektor oqimi quyidagiga teng bo'ladi. D F ten E ko'paygan delta x dx. Bu holda shunga teng bo'ladi, chunki sferik sirtning barcha nuqtalarida E va N yo'nalishlari bir-biriga mos tushadi. Nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi K taqsim etib ko'rgandik. Kanonga bir taqsim 4 pi epsilon 0 kirilyapti. Sfera yuzasi 4 pi r kvadrat. Sharning to'la sirti yoki sferaning to'la yuzasi 4 pi r kvadrat. Hop, bu maksimal yuzasi hisoblanadi. Bundan katta bo'la olmaydi. Kuchlanganlik vektorining oqimi E r ds r integrallaymiz va bu taqsim epsilon 0 ifodaga ega bo'lamiz. Hop, K taqsim r kvadrat. Yapı tasmayı ver. Fıtığı mana kuchlanganligi edi. Buni delta sizlarga ko'paytirmasdan olyapmiz. Faqat integral. Va natijada o'rtasi ustidan nol. Yetkazib. Bu yerda elektromagnit oqimini ifodasi ko'rsatilgan. Defa bilan birlashtirganmiz. Shuni sohasini bo'lyapti degan bo'ladi. Elektromagnit oqimida natijasini topolmaysak, ya'ni agarda elektr maydon qo'llar bo'yicha quvich va hokazo nuqtai zaryadlar tizimi orqali hosil qilinsa, superpozitsiya prinsipiga asosan F ten E vektor ko'payganda S vektor yoki E vektor E1 vektor plus nimalarning kuchlanganliklarining geometrik yig'indisini S yuzaga ko'paytirmasdan olamiz.
Va bu xususiy magnitlardan, xususiy elektrlardan oqimlarni algebraik geometriya teng ekanligini ko'rsatadi. Buni ham yozish mumkin. Zaryadlarning xususiy qiymatlarini, xususiy zaryad fonlarini algebraik geometriyani epsilon 0 ga nisbatan tenglik ko'rsatilgan. Gauss teoremasi yopiq sirtdan chiqayotgan elektr maydon kuchlanganligi vektori oqimi shu sirt ichida zaryadlangan shu sirt ichidagi zaryadlarni algebraik geometriya teng. Buyurgan tushunchasi Ostrogradskiy Gauss teoremasi. Quyidagi vektor maydon berilgan bo'lsin. A ten, AX, AY, AYC va AB kan. A vektor X, Y, Z. Vektor maydoni uchun berilgan operatsiyasini qo'llaymiz. Berilgan A vektor kan AX dan X o'quvchi differensial integral asla dedik. Olsun. AY tasın DAY tasın DY DZ tasın DZ. Maganda potensial X derece topları boyunca Hemen temperatürü vektor maydonda bo'lgan siyosiy skalar maydoni. Vektor maydonda bo'lgan siyosiy skalar maydonidir. Har noktasida vektorning bo'lgan siyosilar bilgan holda chetli o'lchamli istalgan yopiq sirtdan o'tuvchi shu vektorning oqimini hisoblash mumkin. Manbalar quvvati yig'indisi va hajmni o'rab qo'yuvchi S sirt orqali o'tayotgan vektor oqimiga teng bo'lib o'rgansa A bog'da ten A vektor TS. Quyidagi ifoda Ostrogradskiy Gauss teoremasi deb ataladi. Elektr asablarning kuchlanganligi vektori uchun Gauss teoremasi differensial ko'rinishi quyidagicha yoziladi. Zaryadlarning hajmiy zichligi hisobga olingan bo'lsak, ya'ni buni boshqa ko'rib o'tdik, rotenlar o'rtasidagi ifodamiz quyidagi ko'rinishga ketadi. Natijada divergensiya E ten rho taqsim epsilon 0 ifodani olamiz. Divergensiyani qisqartirib ko'rsatilgan bo'lsak, biza indamamizni ko'rinishga kelamiz. Bir tek zaryadlangan sferik sirt hisoblangan elektr asablardan kuchlanganligi yuzasining sirtqa zichligi, ya'ni sirtli zichligi. Sigma ten bu taqsim S bu o'zgarmaslik hisoblanadi. Asosan zaryadlangan sfera ichida istalgan yopiq sirt elektr zaryadlariga ega bo'lmaydi, ya'ni ichkarida zaryad bo'lmaydi. Shu sababli Gauss teoremasi asosan Fy hamda elektr maydon kuchlanganligi nolga tengdir. Ya'ni Gauss teoremasi asosan zaryadlangan sfera yoki shar ichidagi elektr maydon kuchlanganligi va elektr maydon oqimi nolga tengdir. Hop. Agar sharni sirtga qo'yadigan bo'lsak, Fy ten n ko'paygan 4 kvadrat olinadi o'tganlik sferani to'lasadi. O'tgan taqsim epsilon 0. Bundan n topadigan bo'lsak, ya'ni sfera sirtida elektr maydon kuchlanganligini topadigan bo'lsak, bu taqsim 4 kvadrat ko'paygan epsilon 0 yoki K bu taqsim f kvadrat ko'p bo'ladi. Faqat shart sirtda uchun tashqarida o'zgaradi. Tashqarida o'tadigan bo'lsak, maydon kuchlanganligi kamayadi. Masofotgan sari maydon kuchlanganligi kamayib boradi. Hiperbolik kamayib boradi. Zaryadlangan cheksiz ip hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi yoki silindr yoki
Hop, uzun sim bo'ladigan bo'lsak, atrofdagi elektr magnitlanganlik haqida chiqargan bo'lsak, bu hop, yopiq sifatida radiosiya R va balandligi L bo'lgan silindr yozganmiz. Zaryadlarni saqlashga hisobga olamiz. Agarda masofa radiusdan katta bo'lsa, tushayotgan masofamiz silindr radiusdan katta bo'lsa, silinderning yon chetidan o'tgan elektr oqimi gaz terimasi asosan hisoblanadi. Shu ko'rinishda bo'ladi. Agar kuzatilayotgan masofa silindr radiusidan kichkina bo'lsa, yopiq sifat ichida zaryad bo'lmaydi, silindr ichida maydon ham bo'lmaydi. Ya'ni silindr zaryadlangan silindr ichidagi maydon kuchlangani zaryadlangan tekislikli hisoblangan elektrostatik maydon kuchlanganligini ko'rgan bo'lsak, bu E ten sigma taqsim 2 epsilon 0. Agar bu bironta nuqtadan o'rilgan bo'lsa, mahrajga yana epsilonni kiritib qo'yamiz. Nisbiy elektr dipoli. Elektr dipoli bu bir-birlariga masofada joylashgan hop, zaryad muntazam modullardan ishlab qarama-qarshi bo'lgan sistema. Hop, dipol momenti bu L. Yani dipol energiyasini dipol zaryadiga yuklatmasdan dipol energiyasi ikkala zaryadni tutashtiruvchi to'g'ri hisoblanadi. Ikkita zaryad orasida ikkita masofa. Ikkala zaryadlarni tutashtiruvchi chiziq dipol o'qi deb ataladi. Dipol shoxlarining maydoniga simmetrik o'q hisoblanadi. Dipol metall tuzog'ida mandakshtayni ko'rsatish dipol o'qida joylashgan nuqtalarda mandakshtlanganligini quyidagi formulalar hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Hop. Nuqtaviy zaryadga o'xshash dipol ham faqatgina elektrostatik maydon hosil qiladi. Nafaqat elektrostatik maydon hosil qiladi, balki boshqa zaryad manbalar hosil qilgan elektr maydon bilan tasvirlashadi. Buni chiqamiz. Foydalangan javoblar ro'yxati. Agar bugungi mavzumizda nimadir kamchilik topgan bo'lsangiz, nimadir tushunmagan bo'lsangiz, shu adabiyotlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.